Assalomu alaykum aziz talaba do'stlarim, hurmatli saylovchilar. Men Iskandar Ubaydullayev, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 3-bosqich talabasi. Talabalar kengashi raisligiga nomzodman. Videoni kuzatib turgan talabalar orasida savol yuzaga kelishi mumkin. Talabalar kengashi qanday tashkilot? Uning vazifalari nimalardan iborat? Dastlab shu savolga javob beraman. Talabalar kengashi bu universitet rahbariyati hamda talabalar o'rtasida bir bog'lovchi ko'prik. Sizning ilmiy, kasbiy va shaxsiy rivojlanish yo'lingizda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadigan tuzilma. Talabalar kengashi raisi esa talab, taklif, tavsiya, tashabbuslaringizni universitet rahbariyatiga yetkazishda ko'makchi. Sizning universitetdagi haq-huquqlaringiz himoyachisidir. To'g'ri, amaldagi kengash yuqorida sanab o'tgan vazifalarimning aksariyat qismini bajarmadi. Mening maqsadim degradatsiya yuz tutayotgan kengashni qayta qurish, uni jonlantirish. Bu yo'lda 2025-2026 o'quv yili uchun quyidagi tashabbuslarni ilgari suraman. Ilm-fan yo'nalishi. Birinchi tashabbus. Fakultetlar kesimida ilmiy maqolalar tanlovini yo'lga qo'yish. G'oliblarni universitet rahbariyati tavsiyasiga ko'ra tegishli vazirlik va idoralarga amaliyotga yuborish. Ikkinchi tashabbus. Maqola yozish va chop etish bo'yicha master klasslar tashkil etish. Uchinchi tashabbus. Toshkent shahrida joylashgan oliygohlar bilan hamkorlikda olimpiadalar tashkil etish va bu orqali universitetimiz talabalarini ilm-fandagi raqobatbardoshligini yanada oshirish. Madaniyat yo'nalishi. Birinchi tashabbus. Yosh kitobxon diplomat tanlovini yo'lga qo'yish. Ikkinchi tashabbus. Muntazam ravishda kitobxonlik va she'riyat kechalarini o'tkazish. Tashqi aloqalar va hamkorlik yo'nalishi. Birinchi tashabbus. Tegishli vazirlik, idora va tashkilot vakillari bilan kasbiy faoliyatga doir uchrashuvlar, davra suhbatlari tashkil etish. Ikkinchi tashabbus. Top 100 oliygoh talabalari va bitiruvchilari bilan onlayn, offlayn formatlarda uchrashuvlar, master klasslar o'tkazish. Ijtimoiy himoya yo'nalishi. Birinchi tashabbus. Talabalar kengashi tarkibida ijtimoiy himoya qo'mitasini faoliyatini yo'lga qo'yish. Ikkinchi tashabbus. Bu qo'mita faoliyati doirasida nogironligi bo'lgan, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarning muammolarini o'rganish va ularni hal etishda amaliy yordam ko'rsatish. Ijtimoiy fikr yo'nalishi. Bu yo'nalishda bitta tashabbus bor. Universitet talabalari fikrlarini o'rganish va ularni rahbariyatga yetkazish. Qanday deysizmi? Oddiy. Talabalar kengashi raisi va guruh sardorlari uchrashuvini tashkil etish orqali. Har oyda bir talabalar kengashi raisi universitet talabalarining fikrlarini o'rganish uchun guruh sardorlari bilan uchrashadi. Guruh sardorlari talabalar kengashi raisiga guruhlardagi talabalarning muammolari, taklif, tavsiya, tashabbuslarini yetkazishadi. O'z o'rnida talabalar kengashi raisi ularni to'plab, jamlab universitet rahbariyatiga taqdim etadi. Hurmatli saylovchilar, agar siz yuqorida sanab o'tgan tashabbuslarimni amalga oshirishni istasangiz, kimga ovoz berishni bilasiz? Befarq bo'lmang. Sizning ovozingiz hal qiladi. Talabalar kengashini birgalikda qayta quramiz.